Hozir shunaqa odamlar savol beryapti-da. Nima keragi bor? Har xil gaplarda uni qil, buni qil, hamma o'zini aqli bor. O'zi bilganicha qilib ketaversa bo'lmaydimi? Nega sizlar odamlarning ishiga aralashasizlar? Nega uni gapirasizlar? Nega buni gapirasizlar degan iddaolar ko'paydi. To'g'ri. Har bir insonni hayoti o'zi uchun, mamoti o'zi uchun, hisob-kitob o'zi uchun. Lekin biz bitta ummatmizda. Rasulimiz alayhisalom boshqa bir hadislarida o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodaringiz yaxshi ko'rmaguningizcha mukammal mo'min bo'la olmaysiz deganlar. Haqiqiy mo'min, haqiqiy musulmon kim deganda o'ziga ravo ko'rganda boshqaga ravo ko'rgan. Jannatni orzuusida turar ekanmiz, bunday qilib boshqa ummat birodarimizni jannatga kirishini orzu qilmaylik. Do'zaxdan qo'rqar ekanmiz, qanday qilib boshqa bir birodarimizni do'zaxga kirishiga rozi bo'laylik. Shuning uchun biz amr ma'ruf qilishimiz kerak. Mana shu savolda bir paytlar payg'ambarimiz alayhisalomga ham berganlar. Imom Buxoriyda bir hadis keltiradi. Nima kerak amr ma'ruf? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tushuntirib aytganlarki, agar deganlarda kema bo'lsa, kemaga odamlarni chiqarib qo'ydida, 2 qavatli kema. Pastdagi qavatdagi odamlar tepaga chiqib suv olish kerak dengizdan. Agar ularning ichida birortasi aytsaki, ha deb tepaga chiqsak, odamlarga malol kelar ekan. Tepadagilarga malol kelyapti, biz chiqib ulardan suv olishimiz. Shunga tagimizda tayyor suv turibdi, shu kemani teshaylikda, tagidan shundoq suvda ola qolaylik desa, tepadagilar uni to'xtatmasa, birga cho'kib ketadi. Biz ham siz bilan birga mana shu hayot deb atalmish kemada ketyapmiz. Kimimizdir birinchi qavatida, kimimizdir ikkinchi qavatimizda. Agar bizni kemamizni tagini kimdir teshmoqchi bo'lsa, bunga befarq bo'la olmaymiz. Aytishga majburmiz. Ey birodar, hammamiz cho'kib ketamiz. Bunday qilmang deyish kerak. Yaxshisi unga suvni biz olib tushib beraylikki, unga malol kelishligini emasligini ko'rsataylik.